Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ishga keldim hozir va yo'l bo'yi bitta gap esimga keldi. Shu narsani sizlar bilan bo'lishkim keldi. Balkim kimgadir foydasi tegib qolar. Bitta do'stim bor, yaqin do'stim. Menda qanaqa muammo bo'lmasin, qanaqa muammo absolyutni bo'lmasin, siqilganimni ko'rib har doim bitta gapni qaytaradi. Birinchi aytadigan gapi shu gap bo'ladi. Siqilmagan yoki yaxshi bo'ladi, yoki yaxshilikka bo'ladi. Va har doim shu gapni aytganida men yoki kulgim keladi yoki jahlim chiqadi, meni muammoyimni jiddiy qabul qilmayapti, ya'ni kulyapti deb. Lekin qaytib shu gapni eshitib ko'nikib qolibmanki, rostdan ham qanaqa muammo bo'lmasin, kimda qanaqa muammo bo'lmasin, absolyutni qiyin bosqichdan o'tish paytida qanaqadir jiddiy muammolar bo'lmasin, yoki yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi. O'shaning uchun 2-3 kunlik dunyoda siqilib, qanaqadir muammolarni o'ylab, qanaqadir kasallikni orttirish arzimaydi do'stlar. Shu narsani esingizdan chiqaring.